是呀。Maz xush qiladigan o't. Ders başlandı. Ha? Ati dala saylisiga bordik emas, qanday qilay deysan? Albatta borman. Qanday o'ynasak bo'la, ha? Hapşık. Ha, oyundan başqası xiyalınlağa kirmeydi de sizlerinin. Ben sizlerini ot çöplerini bekrek tunuvason dep dala seylisiga ep çıkay davatını. Hacit yo'q-ku. Biz hammamiz o't chöp yeb cho'ng bo'lgan, ha? Shundaqmi? Ha, şundak mı? Bunun kandak ot ekanligini bilemsizlar. Uyangan. Ha, sizlar qandak bilib oldinglar? Ha, men uning qandak olayliklari bor, ha? Ha, uyatcan. Onunğa tegibli kesse yupurmaqlar suluşup qaladı. Ha, qaranglar, men sizlarga ko'z tutib qo'yay, ha? Bu örnek dili oti issiqni yandırıp zəhər qaytırdı, ağırıq to'xtatadi. Bu mast xush qiladigan ot. Onun doğruluq alayidligi shuki, uni yegandan keyin xiyoliy tuyg'u paydo qiladi. Biroq bu xil ot buvamning buvisining davridala asos jihatdan Onun doğruluq alayidligini men bilaman. Bilamsan? Men qo'zg'orinning qo'zg'umoqning uyida bu xil otni yegandan keyin uxlab qolganligini ko'rgan. Hozirgacha uyg'onmadi. O degan xush biroq ot, mas xush qiladigan ot emas, unutib qoldingmi? Sen miyiding-u, ajab sen uxlab qolmading. Bo'ldi talashmanglar. Ish qilib, keyin bu otni ko'rsanglar kasgan emas, yemanglar. Bildinglarmi? Bildik! Ağır müşkil tımızqılab bereysen, biroq qamlashmagan ish qilib qo'ydingmi ya, ha? Men sana gap qilyaptiman. Eshitma, shu seni yana qo'y ovlashdan gapini qilarmikin deb ansirab. Qanday gap bo'lib ketdi bu, ha? Bir narsa yemaganimizga bir oy bo'ldi mana. Idishni ko'rish qolmay, chashqani ochliqdan o'libdi. Yaramas. Xotin, g'apinmay turmamsan. Qo'sig'ingda astarlab turg'idek narsaning g'amini qilib qo'ydim. Yana texa obdan uxlab olasan. Xotin, bu salatdan yeb baqa. 5 4 3 2 1 yat. Muvaffaqiyat qozondin. Xotin, nima qilyapsan? O'zing meni yap deding-ku. Men seni qachon yap dedim? Asta tezroq o'rningdan tur. Erim, men sana nima ish qilish bilsam bo'la. Kelib, mo'ramni uvlab qo'y. Ma'qul. Bu qandaq sho'p ketdi endi, ha? Acaba bu biroq ajdodlarimizdan xotirasini bundoq yozilmagan ekan. Acaba cho'qim o'shunaq. Agar bu otni qo'zi xushxuylari yeginsam, ular cho'qim. Men keldim. 3 2 1 yat. Voy. Ah bo'ra, og'ritib qo'ymagandim-a? Ah bo'ra. Ah bo'ra, bunda qaror vermagina xijil bo'ladi ekanman.
Bu yakka tipe gel. Beni saklap dur. To'xtab tura, qo'zg'orin texkanmidi? Nima deding? Qo'zg'orin kamidi? Mumkin emas. Boy men uni aniq ko'rgan tursam. Hozir uni topqili bo'lmayotsa. Yana bir yelaga mikvelib uxlayotgandim ya. Uni izlab boqaylik. Bo'ladi. Sen u tarafdan, men bu tarafdan izlay. Degine, qo'zg'orin zodi mahkatganda atdigandan yo'qolib ketdi. Zodi mahkatganda, shu emasmi? Maktab mudiri asrab bizning uni izlashga ivatdi. Mundaq qilaylik, o tarafga berib yana izlab boqaylik. Sen oturup beni oğlanı beğenmişsin. Talasaylis qilimiz deyishgan. Ajab qo'yning sayisi mi ko'rinmaydi g'o? Oy. Qo'ylarning hammasini o'g'liyanmisan bu? Qo'zg'orinni o'g'li qilma yomon emas ishchi bu. Mana deyman. Bo'da qo'za, qayt. Ko'zi shash, davotsan. Men bilan uy qaytayotiman. Yo'q, takrorlaydigan nurg'un darslarim bor edi. Dars takrorlaysan? Nima dars takrorlaysan? Jambozlik bilan sotraslikni mashq qilaman. Jambozlik, ha? Jambozlik. Ko'zi shash, chichaq o'sib qoldi-ku deyman, ha? Voy jahan, ucharda sen qara. Yo'q-ku. Nima yuguraysan? Chichaqni qiyasi bityap. Ko'zi shash, to'la erkinligini chapsam bu yoqqa chiq. Chichaqni yasab qo'yay deyman. Meni salom ko'rib qoldingmi? Sen bu yoqqa chiq deganga meni chiqib o'damsan? Nima ish bu? O'xshashli masxush qiladigan o'tni yegan tursa, qo'zg'orin ajab. Bildim. Qo'zg'orin o'tni jixyapti-da. Bu yerda nima ish qilasan? Qo'zi shash, chichaqdek o'sib ketibdi. Chichaqni yasab qo'yay deyman shu. Yo'q. Acıtıyor. Vay canına.
Hocam! Ay, ay. Oy, xotin, ben qaytib keldim. Keldingmi? Men tomoqni isitib kiray. Manga yana xotinim kuyunadi. Chiqib qoldi. Unda qilmang, men. Xotin manqara men ko'kmira. Odek qo'zi! Endi qochamaysan!